Mehmon kelsa pastga tush, palov bermoq ahdga tush deyishadi bizda. Har bir kelgan mehmon ulug'lanadi. Kelar va ketar chog'ida ham albatta osh damlanadi. Kimdir tug'ilgan kun qilsa yoki biror bayram qilsa, albatta yaqinlarini oshga chaqiradi. To'ylarimiz oshsiz o'tmaydi. Bugun osh tayyorlashni o'rgatmaymiz, balki osh geografik ko'rsatkich sifatida ro'yxatga kiritilganligi haqida gaplashamiz. Qaysi ovqatni yaxshi ko'rasiz? Osh. 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 Osh O'rta Osiyoning eng mashhur va qadimiy taomlaridan biri. Mehmondo'stlik ramzi bo'lgan palov Sharq oshxonasining shoh asaridir. Bu taomni ming yillar davomida turkiy va eroniy xalqlarni bir dasturxon atrofida jamlagan tilsiz elchi deyish mumkin. Bugun ham shunday. Mamlakatimizga kelgan sayyohlar dunyoning qay nuqtasidan bo'lmasin, osh oshlamay ketmaydi. Dunyoga xuddi O'zbekiston vatanimiz, bayrog'imiz, to'pimiz, so'zanamizdek tanilgan madaniy meroslarimizdan bittasi albatta osh. Dunyodan ko'p mehmonlar kelyapti O'zbekistonga. Hozir mamlakat ochiq. Hozirgi zamonda O'zbekiston trendi, mana 3 kun oldin Parijdan uchib keldim. Samolyot to'la mehmon, 4 ta odam O'zbekiston fuqarosi bo'lsak, qolgan hammasi fransuz bo'ldi. O'zbekiston madaniyatiga, tarixiga va hozirgi zamonda bo'layotgan ko'p o'zgarishlarga dunyoni qiziqishi juda ham ortib boryapti. Qadimiy madaniyatimiz, qadimiy tariximizni saqlab qolganligimiz uchun butun dunyo kelib qiziqib ko'radi. O'shanga osh ham gastronomik madaniyatimizning muhim qismi albatta. Har bir viloyatda ta'mi bir-birini takrorlamaydigan o'nlab palovni tatib ko'rish mumkin. Aslida oshning 60 dan ortiq turlari bor, lekin musulmon dunyosida qancha shahar bo'lsa, palovning shuncha turi bor degan gap bor. Bir qarashda mahsulotlar o'sha-o'shadek tuyulsa-da, Samarqandning zafarondek tovlanuvchi qatlamli palovi o'zgacha. Farg'onaning devzira guruchidan tayyorlangan choyxona oshi esa quvvat baxsh. Xorazmning suzma oshi, Buxoroning so'faki palovi o'ziga xos ta'mi bilan tillarda doston. Biroq bu zamindagi palovlar sultoni shubhasiz to'y oshidir. Toshkent to'y oshi faqat Toshkentda emas, butun mamlakat bo'yicha tayyorlanadigan oshlardan bu necha yillar, asrlar davomida davom etib kelayotgan bizning o'zbek millatining eng shohona podshoh oshlaridan desa ham bo'ladi. Butun xalqimiz sevib iste'mol qiladi. Katta doshqozonlarda tayyorlanadi. Oshlarimiz har xil osh desa ham bo'ladi. Asosan to'ylarda 500 ta, 800 ta, 1000 ta odamlarga to'y oshlari tayyorlanadi. Masalliq qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, barcha to'y oshlari ko'pchilikka tayyorlangani uchun juda manzur, shirin, zo'r bo'lib chiqadi. Kenja guruchlar, alanga guruchlar, lazar guruchlar asosan suvni bir xil tortadi. Lekin devzir guruchlarimiz bor, suvni juda ko'p tortadi. O'shanga qarab suvni solinadi. Zaroya tayyorlanadi. To'y oshlarida misol uchun uy oshlariga qaragan nisbatan nohoti bilan, mayizi bilan ajralib turadi. Zarchivalari bor, guruch, zira bu oshqozon hazm qilish prosesslariga ancha yordam beradi. Haqiqatda palov inson salomatligi uchun quvvat manbaidir. Bu fikrni buyuk tabib Abu Ali ibn Sino bundan 1000 yil avval o'z ilmiy asarlarida isbotlab bergan. Buyuk tabib palov tarkibidagi 7 xil mahsulotning go'sht, guruch, yog', sabzi, piyoz va tuzning uyg'unligi inson vujudini tiklashga, qon aylanishini yaxshilashga va ruhiy tetiklik bag'ishlashga qodir deb hisoblagan. Uning tib qonunlari asarida ham guruchli taomlar hazm tizimi uchun nihoyatda foydali ekani alohida ta'kidlangan. Mana, osh ham tayyor bo'ldi. Kelganda osh, ko'tarma bosh. Yeb ko'ramiz. Voy. Buka-muka lu. Karena biarkan saja dia mah singgah. O'zga marhamat.
bir joyda osh qilganimizda bir rahbar odam tadbir bo'lgan, menga keyin yetkazishganda ovqatlar tortilgan, har xil millatda ovqatlar edi. U odam kechroq eshitib qolibdi. Nega menga yetmadinglar O'zbekistonni oshi bo'layotganini, o'zbek to'y oshi bo'layotgan nega yetmadinglar? Men buncha ovqatni yemay turardim, poylab o'tirardim degan. O'shanda men xursand bo'lib ketganman. O'zimni qo'yarda joy topolmay. Shu odam bizani taomni shunaqa yaxshi ko'rar ekan deb, dunyodachi biza osh tayyorlaganimizda boshqa millat vakillari yeyishganda har doim wow deyishadi. I really love it. It's very tender. Menga bu taom juda ham yoqdi. Ayniqsa go'shti juda yumshoq pishgan. Og'zimda erib ketayotgandek his qilyapman. Shuning uchun ham juda ham mazali tuyulyapti. Bolalar ham, butun oilam ham bu palovni yegandan juda ham xursand. Yeah, it's really delicious. Yeah. Қазақстаннан келген қонақтарымыз қазір міне ташкентский пловты жеп жатырмыз. Енді қанша палауды жеп жатырмыз ғой, бізде палау деп айтады. Бұл жерде бір дәмі, ерекше дәм бар. Одан кейін әр күріші андай шашылып тұр, дара-дара болып. Сосын жүзімнің дәмі, ноқаттың дәмі, сосын еттер де міне жұп-жұмсақ болып тұр. Өте күшті. Мен негізі тамақты өте қатты таңдаймын. Бұл тағамды енді сразу с удовольствием жеп жатырмын. Керемет палау, өте дәмді екен. Дәмінің өзі жүзімнің дәмі шығып тұр, прям шынымен жеген кезде ішіне ноқаты да бар, жүзімі де бар. Вообще супер. Bugun O'zbekiston dunyo sayyohlik xaritasining eng qaynoq nuqtalaridan biriga aylandi. Birgina o'tgan yilning o'zida 12 millionga yaqin xorijlik mehmon kelganligi buning yaqqol isbotidir. Eng qizig'i, ijtimoiy tarmoqlardagi rang-barang videolar, mashhur blogerlarning mazali sharhlari sabab yurtimizga, milliy brendimizga aylangan oshni tatib ko'rish orzusida kelayotgan sayyohlar ham talaygina. Assalomu alaykum. UNESCOning nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan bu osh allaqachon o'zbek marosimlarining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. U insonlarni birlashtiradi, munosabatlarni mustahkamlaydi. Hamisha doshqozonlar to'la osh bo'lsin deymiz.